Hammaga salom o'rtoqlar. Bugungi videomiz estetik video yasash bo'ladi. Birinchi bo'lib CapCutga kirib olib, mana shunaqa videolarimizni tanlab olamiz. Men ikkita dona nima qildim? Sizlar o'zi video yasaganinglar shunaqa qilasizlar. Undan keyin ko'rib olamiz videomizni. Kerak emas joylarini olib tashlaymiz. Uzun bo'lib qoldi juda ham videomiz, shuning uchun kesib tashlaymiz yarmini pachting. Mana shunaqa qilib kamaytirib olamiz videomizni. Keyin mana keyingisida ham shunaqa qilib olamiz. Mana oxiridagi CapCut so'zini olib tashlaymiz, daletni bosib, buni ham kaltalatib olamiz. Mana bundan keyin textni bosib, xohlagan narsalarni yozsanglar bo'ladi. Men yozib oldim, sizlar uchun namuna qildim. Mani Telegram kanalimni plus tomoni deb yozib oldim. Sizlar xohlagan narsalarni yozib olsanglar bo'ladi. Keyin esa fontni bosdim. Birinchi bo'lib agar smiley qilmoqchi bo'lsanglar, smileyga bosib qilib olsanglar bo'ladi. Chunki chiroyli tushadi shunda. Trendingni bosamiz. Undan keyin Rubikka bosib olamiz. Keyin birinchisini bosib olamiz. Undan keyin mana shu tezlashib ketyapti. Tezlashtirmaganman. Birinchisini 25 ga tushirib olamiz. Qolganlarini 0 qilib olaman. Hamma har xil qiladi. Men o'zim shunaqa qilaman. Keyin smiley tanlab olamiz xohlaganimizni. Undan keyin mana joylashtirib olamiz. Shunaqa chiqyapti. Keyingisini ham yozib olamiz. Mana textni bosib yozib olamiz. Kerakli matnimizni yozib olamiz so'zimizni. Estetik rasmlar va dansiyalar bor deb yozib oldim. Rostdan ham kirsanglar shunaqa dansiyalar, chiroyli rasmlar tashlayman. Xohlaganinglarni olsanglar bo'ladi. Keyin o'zi mana ko'rayotganinglardek shunaqa qilib yozib oldim. Smiley tanlab oldim bu yerda ham. Chiroyliroq chiqadi shunda. Ko'k bilan ko'k qildim. Mana birinchisini bosamiz yana. Rubikka bosib, keyin birinchisini bosib, mana boyagiga o'xshab 25 ga tushirib olamiz. Qolganlarini 0 ga qilaman. Sizlar xohlaganinglar qilsanglar bo'ladi. Keyin mana shunaqa qilib olamiz. Undan keyin nickimizni yozib olamiz. Shunaqa qilib yozib olaman. Org degani bilasizlar-ku o'zinglar, original degani shunga shunaqa qilib yozib olaman. Original estetik channel Atabayeva Dildora deb yozib oldim. Nickimizni yozib olamiz, qarochi. Animatsionga bosamiz. Undan keyin mana image overline bosib, keyin mana shunaqa shishali chiqadi. Buni yuzga sinovga chiqaramiz. Mana pastdan sinovga qilib to'g'rilab olamiz. Mana shunaqa shishali nima chiqadi, nickimiz chiqadi. Agar yana bir narsa qo'shmoqchi bo'lsanglar, yana yozsanglar bo'ladi. To'g'rilab olyapman bu yerda. Shunaqa qilib endi yana narsa yozmoqchiman. Endi tepasiga bir narsa yozmoqchi bo'lsanglar, yozaverasizlar. Men obuna bo'ling deb qo'yapman. Keyin obuna bo'ling deb smiley yozyapman yana. Yurakcha bilan bitga gul qilib qo'ydim. Keyin fotni bosib, shunaqa xohlagan nimamizni bosamiz. Bugun Loveto degan nimani qildim. Undan keyin animatsionga bosib, yana qidiruvni bosib, image overline'ni bosamiz. Shishalikni bosib, yana to'g'rilab olamiz. Shunaqa chiroyli estetik video chiqyapti, ko'rayotganinglardek. Daqs so'rabdi, qanday montaj qilishingizni video qilib qo'ying debdi. 50 shartlarni bajaryapman. Like, obuna bosib qo'yishni unutmanglar. Shunaqa estetik video chiqyapti, mana. Undan keyin to'g'rilab olganimizdan keyin mana
Agar xohlasanglar sizlar qilishinglar mumkin. Hozir ko'rsataman videoda. Mana tugatib oldik. Undan keyin nimaga qilib mana blurni bosib olamiz. Birinchisini bosamiz. Keyin yana videoni ustiga bosib, mana cropga bosib, bir bilan bir-birini bosib olamiz. Mana to'g'rilab olamiz. Shunaqa aksini qiladigan ko'rsatadi. Buni o'zingizlarga mos qilib endi xohlaganinglar chiqib olasizlar. Sal noto'g'ri qilib qo'yibman shu joyini. Boshqadan qildim. Chunki g'alati chiqib qolibdi, ko'rgan bo'lsanglar, boshqadan sal to'g'rilab oldim. O'sha qildim. Mana endi normalniy chiqdi. Endi keyingisini ham shunaqa qilib olamiz. Mana blurni bosib, birinchisini bosib, chiqib, uni qaychini bosamiz. Keyin mana shunaqa bir-biriga bosib yana mana qizni bosib olamiz. Buni ham to'g'rilab olamiz. Buni ham to'g'rilab olaman, chunki sal qiyshiqroq qolibdi. Keyin mana undan keyin bu yerda vashim qiyshiq bo'lib qolibdi, aniq ko'rinmay qolibdi. Shunga boshqatdan qildim buni ham. Mana endi zo'r chiqdi. Agar siz ana ustini aksli qilmoqchi bo'lmasangiz, ko'rsataman uni ham. Qilmoqchi bo'lmasangiz, mana birinchi bo'lib o'shani bosib olib, oldidagini bosib, mana shunaqa narsa chiqadi. Xohlaganinglar qilsanglar bo'ladi. Bugun men shunaqa jigarrang qilmoqchiman. Chiroyli ko'rindi. Tagida juda ham ko'p nimalar bor. Shu yerdan ishlatsangiz bo'ladi. Men bugun shuni ishlatgim keldi. Ko'rsanglar bo'ladi. Вообще zo'r chiqdi. Estetik video chiqdi. Mana kanalimga obuna bo'ling, chunki bu yerda darsliklar o'tib boraman. Shunaqa montaj qiladigan. Ili sizlarga maslahat, короче, shunaqa estetik videolar qo'yib boraman. Bunisini ham shunaqa qilib oldim. Boyagi mashina bosib oldim. Ikkinchisini ham qilib bo'ldim. Shu jigarrangli nimani qilib oldim. Bu yerdan chiqib ketib, yana boshqatdan kiramiz. O'sha videoni bosib ustiga mana effektsini bosib olamiz. Yulduzcha bo'lsa, yulduzchani bosib olamiz. Effekt degani shu. Undan keyin mana birinchisini bosib, replayni bosaman. Yana bitta ustiga bosib, birinchisini 100 qilib, qolganlarini 0 qilib chiqaman. Hamma har xil qiladi. Men shunga o'rganganman qilishga. Orqadan olib tashlaymiz, yana oxirgini CapCut so'zini olib tashlaymiz. Bo'lsam pulli bo'lib qoladi. Mana tayyor bo'ldi. Уже effektini ko'rsanglar bo'ladi. Mana. Уже tayyor. Ko'rsanglar bo'ladi. Juda ham zo'r, estetik chiqdi. Sizlar ham yasab ko'ringlar. Sizlarga yoqishi aniq. Yana ko'rishguncha xayr. Mana kanalimga obuna bo'ling va like bosishni unutmang.